Assalamu alaykum. German tili öğreniyotgan dostlar, yaxşımısızlar? Bu videoda german tilida o'qish qurollarini nima deymiz deganni o'rganamiz. Men rasmlarga birlashtirib dars tayyorladim. Inshaalloh sizlarning german tili o'rganishingizga ozroq bo'lsin foydasi tegar. Amsi boshlaylik. Die Schulsachen o'qish qurollari. Das Buch kitob. Das Heft daftar. Das Lineal sızg'uch. Das Mäppchen qalam qutisi yoki qalam solg'uch. Das Papier qog'oz. Das Wörterbuch lug'at. Der Stift qalam. Der Bleistift qarindosh qalam. Der Buntstift rangli qalam. Der Füller siyah qalam yoki gambi. Der Kugelschreiber may qalam. Der Computer kompüter. Der Laptop tizüstü kompüter. Der Ordner hujjat ratilgich. Der Radiergummi o'chirgich. Der Rechner hesaplash mashinasi. Der Rucksack dumbiga sig'adigan somka. Der Tisch ustal. Der Schreibtisch xizmat ustuli. Der Stuhl o'rindiq. Der Spitzer qalam ushlag'ich. Der USB Sticks barmoq diska. Der Circle sirkul. Der Landkarte xarita. Die Mappe hujjat saqlag'ich. Die Schere qaycha. Die Tasche somka. Die Schultasche maktab somkasi. Die Sporttasche tanarkat somkasi. Die Tafel doska. Die Kreide bor. Amsa bu videom shunchalik bo'lsin. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'linglar. Auf Wiedersehen.